O'tgan gal Skitalsi bor akkauntni obzor qilib video chiqardim. Kommentda Skitalsi akkauntni ko'paytiring, ko'proq obzor bo'lsin dedilar. Mana sizlarga chotki oldi Skitalsi akkaunt. Qo'shimchasiga basketbol seti ham bor. Gap ko'paytirmasdan akkaunt obzorini boshlasak, sizdan har doimgidek like va podpiska, mendan esa chotki akkaunt obzori. Birinchi bo'lib hammani qiziqtiradigan prokachkalardan boshlaymiz. Akkaunt asosiy prokachkasi Skitalsi. Bu killchat. Qiziqishga ham bor. Bu 2. Beryl Tor, RPNDB killchat. Tak, S12 1 ekan, Imam pichoq 2 ekan. Effekt ataki. Kimlar keladigan bo'lsa, o'sha legendarniy basketbol set. Undan tashqari juda oldi RP mifikalar va oddiy kostyumlar ham bor. Popkalar keladigan bo'lsa, bitta mif popka, bitta необычный popka, oldi sumkalar ham bor. Misol, men kalta kasali sumkani oldin chiqatda ko'rmagan ekanman. Emotsiyalar keladigan bo'lsa, juda oldi qadrli, zo'r emotsiyalar. Bu setlarning tepa kiyimlari, oldi chiroyli setlarning tepasi bor. Pastki set, ya'ni ishtonlarda menga eng yoqqani freestyle bor ekan. Bosh kiyimlar ham normalniy, редкий old narsalar ekan. Men bu shoxlar vashshe qadrli bilsanglar. Kaskalardan 3 tadan normal ishlarni ko'rdim, qolganlari default ekan. Akkaunt obzorini ham ko'rdingiz. Agar narxi qiziq bo'lsa, akkaunt savdo Telegram kanalimizga o'tib, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Akkaunt savdoga ссылка bioda ham, aktualniyda ham bor. Diktator akkaunt to'g'ri tanlov.